Nogironligi bor fuqarolar fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilsa davlat bojidan ozod etiladimi? Davlat boji to'g'risidagi qonunning 8-moddasi 17-bandiga ko'ra, nogironligi bo'lgan shaxslarning jamoat birlashmalari, shuningdek ularning muassasalari, o'quv ishlab chiqarish korxonalari va birlashmalari barcha da'volar yuzasidan davlat bojidan ozod etilgan. Biroq shaxsan nogironligi bor shaxs tomonidan ariza kiritilganda har qanday holatda davlat bojidan ozod etilish masalasi belgilab o'tilmagan. Endi SMS orqali bizning ruxsatimizsiz reklama kelmaydimi? Ha, to'g'ri, 2026-yil 1-noyabrdan boshlab bu masala qonunchilik bilan tartibga solingan bo'lib, endi SMS orqali reklama endi faqat sizning yozma yoki elektron roziligingiz olingandan keyingina yuborilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ruxsatingiz bo'lmasa sizga reklama SMS kelmaydi. Bundan tashqari, reklama qo'ng'iroqlar va xabarnomalar kechqurun soat 18:00 dan ertalab 9:00 gacha umuman tarqatilish taqiqlanadi. Hatto roziligingiz bo'lsa ham tunda bezovta qilinmaydi. Agar baribir kimdir ruxsatingizsiz reklama yuborishni boshlasa, siz mobil operatoringizga murojaat qilib, bunday xabarlar va qo'ng'iroqlarni to'liq yoki qisman bloklashni so'rashingiz mumkin bo'ladi. Operator esa bu majburiyatni bajarishi shart. Agar shu qoidaga rioya qilinmasa, bu qonun buzilishi hisoblanadi va tegishli javobgarlikka sabab bo'ladi. Tibbiyot xodimining farzandi kontraktda o'qisa, davlat yordam beradimi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 9-noyabrdagi PQ 336-sonli qaroriga ko'ra, ota yoki ona davlat tibbiyot muassasasida kamida 15 yil ish stajiga ega tibbiyot yoki farmatsevtika xodimi bo'lsa, uning farzandi respublika hududidagi oliy ta'lim tashkilotlarida bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha kontrakt asosida o'qisa, yillik kontrakt summasining 30% miqdorida, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan oshmagan qismi tibbiyot muassasasining jamg'armasi hisobidan qoplab beriladi. Toza hudud bo'yicha 3-4 oydan beri hech kim kelmayapti, ya'ni musorlarni olib ketmagan bo'lsa ham, o'sha vaqtda biz majburiy tartibda to'lovlarni amalga oshiramizmi? 2026-yil 1-yanvardan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni olib ketish xizmatlari uchun haq to'lashning yangi tartibi joriy etildi. Unga ko'ra, sanitariya tozalash sohasida iste'molchilardan faqat amalda ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lov hisoblanadi va barcha to'lovlar onlayn tizim orqali amalga oshiriladi. Assalomu alaykum. Men kredit olgan vaqtimda to'lov olmadim. Kasalligim uchun kredit olganimdan so'ng sug'urta kompaniyasi tomonidan sug'urta to'lovlari amalga oshirildi va menga SMS xabarnoma keldi, ya'ni sug'urta kompaniyasi endi ular to'lagan summani mendan to'lashni talab qilmoqda. Shu to'g'rimi? Sug'urta kompaniyasi sizning kreditingiz bo'yicha bankka to'lovni amalga oshirilgan bo'lsa, bu bilan ular sizning o'rningizga, ya'ni sizning majburiyatingiz uchun zararni to'lagan hisoblanadi. Fuqarolik kodeksining 1001-moddasiga ko'ra, boshqa shaxs uchun zararni, ya'ni qarzni to'lagan shaxs agar qonunda boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, to'langan summa miqdorida o'zi to'lagan shaxsga nisbatan qayta talab qilish, ya'ni regress huquqiga ega bo'ladi. Shu sababli endi siz sug'urta tashkiloti siz uchun to'lagan pulni ularga qaytarishingiz kerak bo'ladi. Men qizim 2,5 yoshligida ajrashib, onamnikiga kelib yashaganman. Qizim maktabga kirganda alimentga berganman. Hozir qizim katta bo'lganda turmushga berganman. Yoshligida dadasi Rossiyada 15 yil ishlab aliment to'lamadi. O'zbekistonda emasligi uchun undirib berish olmadi. Hozir u O'zbekistonda. Hozir ham aliment undirsam bo'ladimi? Aliment bu bola voyaga yetganda ham yo'qolib ketmaydigan qarz hisoblanadi. Agar dadasi o'sha davrda alimentni to'lamagan bo'lsa, bu qarz sifatida saqlanib qoladi va uni hozir u O'zbekistonda bo'lgan vaqtida undirish mumkin. Qarz qanday hisoblanadi? Oylik kodeksining 140-moddasiga ko'ra, aliment qarzining miqdori davlat ijrochisi tomonidan sudning qarori yoki notarial kelishuvda belgilangan miqdordan kelib chiqib aniqlaydi. Agar u davrda Rossiyada ishlagan paytda uning ish haqi yoki daromadlarini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, qarz O'zbekistondagi o'rtacha oylik ish haqi miqdoridan kelib chiqib hisoblab chiqariladi. Bu odatda ancha katta summani tashkil qiladi. Umuman olganda qizingiz katta bo'lib, turmushga chiqqan bo'lsa ham, o'tgan davr uchun to'lanmagan aliment qarzdorligi hozir talab qilinishi mumkin. Ya'ni hozirda to'lab beriladi. Ishga kirganman, necha oydan keyin otpuskaga chiqsam bo'ladi. Odatda ishga kirgan xodim 6 oy ishlagandan keyin har yili mehnat ta'tiliga, ya'ni otpuskaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Lekin bunda istisnolar ham bor. Agar ish beruvchi bilan kelishsa, 6 oy o'tmasdan ham ta'tilga chiqishi mumkin. Yangi tashkil etilgan korxonada xodimlarga birinchi yil davomida 6 oydan oldin ham ta'til berish mumkin. Ba'zi xodimlar xohishiga ko'ra 6 oy kutmasdan ta'til olishlari mumkin. Bular quyidagilar: homilador
homilador ayollar, ya'ni tug'ish ta'tilidan oldin yoki undan keyin, 14 yoshgacha bolasi bo'lgan ota-onalar, yolg'iz ota-ona, beva yoki va boshqalar, 18 yoshga to'lmagan xodimlar, harbiy xizmatdan qaytgan, 3 oy ichida ishga kirgan shaxslar, urush qatnashchilari, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan xodimlar, sirtdan kechki ta'limda o'qiyotgan, imtihon vaqtiga moslashtirilgan holatlarda, jamoa shartnomasida ko'rsatilgan boshqa holatlarda 6 oy o'tmasdan ham olish mumkin bo'ladi. Farzandimning ehtiyojlari uchun qo'shimcha aliment undirsam bo'ladimi? Ha, ma'lum shartlar bo'lganda qo'shimcha aliment, ya'ni qo'shimcha xarajatlar undirilishi mumkin, lekin bu har qanday holat uchun ham emas. Ya'ni Oylik kodeksining 103-moddasiga ko'ra, bu huquq faqat favqulodda holatlar yuzaga kelgandagina ishlaydi. Masalan, bolaning og'ir shikastlanishi, bolaning kasal bo'lishi, shunga o'xshagan jiddiy holatlar yuzaga kelganda ota-ona, ya'ni ikkala taraf ham bolaning ta'minoti uchun zarur bo'lgan qo'shimcha xarajatlarda ishtirok etishi shart bo'ladi. Agar fuqaro 3 karra soliqni allaqachon to'lagan bo'lsa, mablag'lar qaytariladimi? Qaytarilsa, qanday tartibda va qancha muddatda qaytariladi? Ortiqcha hisoblangan va to'langan soliq summalari fuqarolarning murojaatlari asosida belgilangan tartibda qaytarilishi mumkin. Murojaatlar qonunchilikka ko'ra 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Ukamning ayoli to'ydan keyin bir yigit bilan telefonda gaplashib turib xiyonat qilgan. Bu xiyonatidan keyin ham alimentga berishi mumkinmi? Agar aliment farzand uchun bo'ladigan bo'lsa, har qanday holatda ham undiriladi. Agar ayolning o'zi uchun aliment masalasi ko'rilayotgan bo'lsa, bunda taraflar o'rtasida qonuniy nikohning mavjud yoki mavjud emasligiga e'tibor qaratiladi. Agar qonuniy nikoh mavjud bo'lgan bo'lsa, aliment undirib berilmaydi. Lekin nikoh mavjud bo'lsa ham, Oylik kodeksining 120-moddasiga ko'ra, xotinning noloyiq xulq-atvori tufayli nikoh bekor bo'lgan bo'lsa, sud xotinning ta'minot berish majburiyatidan ozod qilishi mumkin bo'ladi.